Yurtboshimiz har safar meni ustoz va murabbiylarim orasida $1000 oylik olib faoliyat yuritayotganlari bor deganlarida men ichimda undan ham ko'p olaman degim keladi. Chunki men bugun oddiy bir o'qituvchi sifatida 20 million oylik maoshga ishlayapman. Bugun milliy sertifikat egasiman. Direktor jamg'armasidan 30% ustama olaman va bu yil vazir jamg'armasiga loyiq deb topildim va bugun mentor trener sertifikatiga ham egaman. Bu degani meni oyligimga yana 20% ustama qo'shiladi degani. Meni qanday duo qildingiz ona deb qo'yaman. Dilrabo Halilova Marg'ilon shahridagi 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda $1000 dan ziyod oylik maosh olib, yosh avlodga ona tili va adabiyot fanidan saboq berib kelmoqda. Hali yosh bo'lishiga qaramay, bugungi kunda o'qituvchi sifatida erishib kelayotgan yuksak muvaffaqiyatlari chindan-da tahsinga sazovor. Men Dilrabo Halilova Marg'ilon shahridagi 15-maktabda ona tili va adabiyot fanidan yosh avlodga ta'lim berib kelaman. Kuni kecha yurtboshimiz ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan bizga yo'llagan tabriklarda bevosita Marg'ilon studiyasidan ishtirok etdim. Shunda faxr bilan aytdilar, ustozlar orasida bugun $1000 oylik olib yuritayotgan ustozlarimiz bor deganlarida men ichimdan bir faxrlanib ketdim. Men bugun $1000 emas, 20 millionga ishlayapman degim keldi. O'sha oldilariga boshqa so'zlarni aytgim keldi. Albatta men bugungi kunimga shukronalar keltiraman va kasbimdan faxrlanaman. Sababi men bugun juda katta yutuqlarga erishdim va bu yutuqlarga erishishimda albatta Marg'ilon shahridagi shu 15-maktabning pedagog jamoasi va direktorimiz Anvar Mirzo Yo'ldashevni bir tashabbuslari bilan har safar menga vazifa yuklayotganlarida Dilrabo, sen albatta buni uddalaysan, biz senga ishonamiz deb katta jamoa menga ishonch bildiradi. Bu menga shijoat, yuragimga bir g'ayrat, bir o't soladida, men albatta uddalayman deb albatta shu berilgan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Va yurtboshimiz aytdilar, 3-renessansni men ustozlarim bilan qurmoqchiman dedilar. Demak, biz 3-renessansning poydevorlarimiz va millat oydinlarimiz. Hamkasblarim, tanishlarim ba'zan so'rab qolishadi, Dilrabo, shunday yutuqlarga erishyapsan, bu qanday uddalayapsan deb so'rashganda ichimdan bir o'y o'tadi. Meni qanday duo qildingiz ona deb qo'yaman. Yosh muallimaning dars mashg'ulotlarida o'quvchilar adabiyot olamiga bor vujudi bilan singib ketishining sababi bor. Boisi shuki, Dilrabo Halilovani ustozlik maqomiga she'riyatga, adabiyotga bo'lgan mehri, iste'dodi yetaklab kelgan. O'zim ham she'r yozib turaman, she'riyatga qiziqaman. O'sha Marg'ilon shahrida tashkil etilgan Jahon Otin Uvaysi to'garagi a'zosiman va shu kungacha Hayrat buloqlari, Marg'ilon Gulshadi she'riy to'plamlaridan she'rlarim joy olgan va Ishq ostonasi nomli kitobim nashrdan chiqqan. O'zim ham qalampiras turganim uchun mana shunday e'tiroflarni eshitganimda quyidagi satrlar tuyulib keladida. Ko'zlarda yurt ishq porlamas agar, yurting seni mudom chorlamas agar, xizmatingdan huzur topmasang agar, ko'ksingga mushtlab qo'y, ko'ksingga degim keladi va ortimdan yosh avlodni ergashtirib ketayotganimda va katta yo'lga chiqqan yangi O'zbekistonni karvonida bor ekanligimdan, bu karvondan tushib qolmasdan bir shijoat bilan shu yurtboshimizga kamarbasta bo'lib ketayotganligimdan faxrlanaman. Dilrabo Halilovaning yuragidagi yuksak shijoati va mehnatiga bugun ko'pchilik havas bilan boqadi. Yosh muallimaning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari va ertangi erishajak muvaffaqiyatlari bardavom bo'lsin deymiz.